Tushunmadim, zo'rmisan? Zo'rmisan sen? Toshkent senikimi, zo'ravon? Nima bo'ldi o'zi? Короче, Yunusobod filialimiz keldi. Bitta eng zo'r pitsa berdi. Mana tushonkali berdi. Bitta o'zi hammasini yotdi. Pulini bermayman, zo'rni chaqirdi. Pul bermaysanmi? Nechta komandang bilan qarayman, tushundingmi? Nima? Nimani sekinroq? Bir urib bashasini buzaman. Pulini olib bering, bo'ldi. Nima? Qani poli? Bundachalar haji beraman men, tushundingmi? Gapiring. Qani, qaqa ketdi. Yana qo'rqib qoshdimi? Qaqa ketdi, ha? Tepaga qarang. Nima tepada tanishlarim ko'p meni ham. Qaytma. Nestiman, tepa. Onasini ilk etaj odammi bu? Aka, Toshkentda ob-havo qanday? Tepadan qanday ob-havo? Normalmi? Onasini sen bo'ydan xudo beribdi, ovozdan qisibdi-ku. Aka, qo'lingizni ko'ring. Mana ketmandasidan aka bitta bormoqchi. Qani, bunday qilgan. Bular bit qani bit. Aka, men ham kichkina paytim xuddi sizda edim aka. Bovaning Toshkentga keldim, g'am tashvish, bu yog'i kommunalka, kvarplata, arenda. Bo'yda tez keting aka. Hozir 1 minut nima vaziyat bo'ldi? Pitsan pulini bermayapti, olib bering. Bit turing, chaq ketib. Past bo'lma, 20 ta filialim bor. Amerikada ham filialim bor. Gangillat savdo qilib olsa, bitta pitsa berolmaysizmi? Ko'rmaysizmi? 2 kishi bo'lib ketdi, oilaviy. Qo'rqdim, ne? Nimadan qo'rqaman? Ajaraman. Aka, bunda oyoqni bunday qilgan. Aka, nima bu? O'zingizning oyog'ingizmi? Butun mahallaning oyog'imi? Siz bemalol o'tiravering aka. Nima ishkal bo'lsa, men sherdaman. Yoshingiz nechi dedi? 13. 13? Birazcha yeb pulini to'lab ket, tushundingmi?